Flashback draft event kelgan. Bularni hozir ko'rib olamiz. Bu yerda prям juda zo'r o'yinchilar kelgan. Voy, mana bularni qaranglar. Cristiano Ronaldo 117, Lionel Messi 117, Carvajal, Ruben Dias, Rashford, Rishford, Fabian Ruiz, yana qolganlari bor. Mana bu Ronaldoning statistikasini qaranglar. Talantlarni qaranglar, ey. FC Mobile'da bor talant qo'shilgan. 146, 145 shooting. Короче, bu yoqda esa Tutsi draftda Hulit, Nuno Mendes, Van Dijk, Sion, Saliba, Donnarumma, Gigi. Короче, hammasi birda omad kelar ekan. Bitta bu Tutsi. Nima qatdi, nima? Germaniya CB taxta. Aha, 115 tushdi. Endi bundan bitta ochib ko'ramiz. Tutsi yurdimi? Men flashback ochsam Tutsi yuribdimi? Tutsi o'yinchimi tushdi? Pul bu. Na, Tutsi o'yinchim tushaman baydan. Xullas. Onularda tushar ekan Tutsi o'yinchilar. Mayli. Ketdik. 10 ta aylantiramiz. Davay, shunday. Davay. Yana Tutsi yurdi. Menimcha bu event o'zi yurmaydi. Cristiano Ronaldo, bro. Cristiano Ronaldo, my bro. Ispaniya CM. Kim bor Ispaniya CM'da? Fabinho 116 sırası. Уже 116 CM bor orqasida kim? 114 MBM qo'ygani Tutsi o'yinchilar. Normal уже 10 talikda 116. Endi Tutsi 10 talik aylantiramiz. Kim tushar ekan ko'ramiz uni. Qani endi Tutsi aylantiramiz 10 talik. Shunda Hulit yoki Nuno Mendes yoki Van Dijk ketdik, go. Musor tushdi, men bildim. Nimaga ochaman Tutsini? Nimaga ochdim? Braziliya. Gabriel. My goodness, 115 xolos